Do'kon kirganlikka odamga bas ukundan birsiz. Haqsiz birimiz. Mana vasım buldu. Mana mı? O yilqi başlaydigan yunga andilma badan etgan yunga. Mashina maqsad bo'lyapmizmi? Uni maqsad birimiz. Bir narsa amısın bulamdı ya, cho'qim bir narsa elish kerakmi? Bir narsa amisi var, mana shundan buni xalqqa talabas bo'lyapsiz birimiz. Mesela yurak basgan, olti raqam yo'llab, sizlar bizni qo'llab kelganlik qilib ya. Ma'qul. Ya rasman mandaq gap anglab qoldim ya. Masalan, elektr uskunalar do'kondan elektr uskunalar sotib qolsa, men noyimizdanmi to'liqlanmagan bir ish ekan bu. Mesela burunqidanmi azon olalaymiz yanga. Burunqidanmi azonni to'xtaydi. Mesela shu to'liqlanmaga qatnasha oladigan elektr uskunalarni tunishib chiqaraymi, ikna olib doktorimiz. Bu shu yaxshi bir siyosat ekan bu. Beyjayning biri mash emgakchilar bayrami munosabatidan noyimizdanmi mash elektr uskunalar sotib olgan do'storimizga to'liqlanmagan ishlarni yo'l qo'yib turibdi. Amsa shu bir narsalarni tunishiryaptimi? Ma'qul. Qarindoshlar hamsa yurakni bir besib aytinglar. Hozir men noyimizdanmi mash bayramlik mush do'kondagi elektr uskunalarni sotib qolib qolsanglar, to'liqlanmagan bunday faoliyatlar borki, bo'lsa ekran oldiga sizlar mana shu faoliyatdan unumli foydalaninglar. Servatmay to'liq ko'rib turinglar, filmni vaqtida uzartish mumkin, lekin sizlarga foydali. Bu shu tuzib qo'ygan shijalaringizdan qanday qilib qolsa to'liqimiz bor. Hammasi to'liqlanib chiqadi. Masalan, mana shijalaringiz-chi. Meniki shu to'liqmisini chiqarib olsak, shu 999 bilan to'xtaydi. Qayerninki 10 kilo chiqdi, birinchi daraja, sonisi shu do'masi. Ma ilg'or shijak ma ya. Faqat shu 999 ko'tarib akasi bo'ldi. Mush konti yo'llarni ep qolsaqmi to'liqlim bormi ya, yo'qmi? To'liqlim chiqdi hozir shu qo'sh to'liqlim chiqdi. Hukumatning ayrim chiqdi, mana ayimizning ayrim chiqdi. Shu yuqori bo'lganda shu 2000 ko't to'liqlim chiqdi bo'lgan. Masalan, konti yo'lda pul konti yo'qsi. Masalan, ma'qullar endi 3000 chiqdi, birinchi daraja ko'ra. Hozirgi shu faoliyat basi 2999 ga to'xtaydi. 3000 konti yo'q 2999. Birinchi daraja chiqdi. Burunqidan ba'zi qalbaki tavallabda. Qalbaki pushti bo'lmasa. Bingshanglarni mo jiqaq ketishlar bu qetimi? Bingshanglar jiqaq keldi. Meydi, konka, tisiylar matlan ketdi. Oldin qatim yarmanka, hozirmi bormi ya qo'qildimi? Shuning oxiri ba'zi. Hozir yeni yarmanka bor degan gapmi? Yeni yarmanka bor. Ash yarmankani endi qatim duvasa qana qilasiz? Puldu advatli, oldin qatim ajaq qo'llab berdi. Rahmat mamma qo'llab bergan do'stlarga. Ina ajaq do'stimiz uxmaydi ekan. Shunga ham bir qatim deb berdi. Yarmankada shunda to'nglatqu, qiralqu, televizor, havo tanishimiz olib qolsa, hozir shu eng yuqori bo'lganda 2000 million e'tibor qilamiz yarmankada. Masalan, baş yarmanka bor vaqt kelsa, asay e'tiborlar bor. 2000 million e'tibor qilamiz. Masalan, endi to'nglatqularimizniki men bir xilva. Maqillar shu 1800 necha qo'y chiqdi mala. 4 ishlikka osti to'ngtudu, usti normal saqlaydi degan gap. Kun barmoqli. Shu shadullam tanishamiz. Demak, Bingshang olsaqmi to'liqlama, lekin yarmanka hammasi bo'lib hozir burunqidan ma'zalida elish so'mimiz degan gapmi? Hozir shu yuqori bo'lganda 2000 million e'tibor chiqdi yarmankada. Bu shu Bingshanglarni ep qolsak, to'liqlama e'tibor siyosatini bahnalaymiz-mi? Bahnalaymiz. Hamisiga to'liqlama e'tibor siyosati chiqdi. Masalan, o'choq bilan ep qolsak, shu buslatqo, buni ep qolsaqmi to'liqmiz bormi? Buni chiqdi. Masalan, o'choq buslatqo ep qolsak, shu yuqori bo'lganda 30% tushimiz. Masalan, buslatqoninki 400 necha ko'yliq va o'choqning mat to'liqmisini chiqarib olsak, shu 200 ko'yliq va barliq e'tiborlarni chiqarayotgandan keyingi bahosi. Bu o'choq buslatqolig'i yarmankada 30% e'tibor bor. O'choq bustat qo'yib qolsaqlar, asli bahsi 30% tushirib degan gap. Manondek muncha bir narsani ep qolsaqchi. Buni ep qolsaqmi yuqori bo'lganda 30% tushadi. Masalan, qayerninki 50 litr chiqdi, ma'munisi. Ma'qulli shu e'tiborni chiqarayotganda yarmankada 490 qo'y chiqdi. 50 litr chiqdi qayerninki. Ma pigolo bir narsalar borki, mush pigolo ep qolsaqmi e'tibor faoliyat bor. Pigolo ep qolsaqmi shu chaplab qo'ygan bahodan 30% tushimiz. Asli bahsi 30%. Masalan, dema 24 ma pigolo va shu. Ma'qulli shu e'tiborni chiqarib olsa, shu 2400 necha qo'y to'xtaydi. Bir tal pigoloni 2400 necha yumush qila olamiz yanga. Apirib qo'yib turgan mulozimatni qilamizlar. Ba, apirib on top hamma qilib turibmiz. Ma suv tozalash uskuni siyaq oldin qaytam biz tatqan shu ekan. Shu. Bundan jiq setib oldimi qala? Bundan ma jiq setib oldi, jiq qo'llab berdi do'stlarga. Hozir mush to'liqlamaga muslim qatnashdimi? Muslim qatnashdi. Ham hozir shu uyda masalan kona tutas qilib qolsa, shuni akasa 1000 qo'ylam to'lab oladigan tutasishim bor. Uyda konani aktirdi, 1000 qo'yl to'laydi, yengini bermaysiz. Mashg'ullar shu chaye markali. Masutazovni shu faqat 1000 qo'ylam to'lab akasi bo'ldi uydagi sutazovni. Almashtirib qilib qolsa. Mana do'xab qilanba. Endi ma ishkaplarni oldin qayta tatqan to'q. Shunday chiroyli ishkaplarimiz bor katta. Bunda ishkap bilan ep qolsaqmi to'liqim bormi? Baba. Hozirmi bor? Masalan, bunda ishkap ep qolsak shu 40% e'tibor chiqadi. Asli bahsidan 40%. Masalan, manda ishkaplig'ima 40% e'tibor chiqadi. Ma ishkap hakikaten chiroyli keldi.
Şijilmeye yıltık vatırmıyız. Ha, şiji qo'yamiz astaga. Bir tutash chiqadi. Qanday qilib qolsa bahasida 40%. Ha, 40% e'tibor qilamiz. Matto, manada kelib qolsa, bir narsa bo'lib qolsa, buningmi? Ha, buningga masalan maton, manda qilsa olib qolsa, buningga 40% e'tibor qilamiz faoliyatda. 100 ko'ylik matto bo'lsa 60 ko'ylik ektimiz degan gapmi? Ha. Demak, do'kondagi barliq narsalarning yoq turi qarta, yoq bir vaqt to'liqimiz o'xshamaydi. Ha, o'xshamaydi u. Xudo qolsa oldin qatim yarmanka va deb film chiqarsak, nurg'un do'stlarimiz kelib, mush yarmanga qatnashib, mush e'tibor bada to'liqligimizni olgan holatda nurg'un elektrik uskunalarini kompyuter deymiz, shiji, bingshang degan şey deymiz. Muncha deymiz, Bigvallo, Sultoza uskun surma nihoyat yaxshi etyapsizlar. Bu qatim endi mushu noyimizningki to'liqimiz qetilib, mash elektrik uskunalar setib olganlarga birdigan to'liqimiz qetilib, oldin qadimmi bahsi yana bir qator tushib to'g'ri qolajmi. Mushu faoliyat qatnashgan do'stlarimiz Banjaning birinchi kunidan boshlab mush filmga yurak besayotgan deganlar mush do'kon kelib, elektrik uskunalar setib qolsanglar, davlatningki, amikin noyimizningki ikki yaningki to'liqimiz qetilib, asli bahsdan qalbaqdan pastga tushib to'g'ri. Shunga e'tibor ber oladigansizlar, azroq pul bo'lsin, yancho'lik qilib qolgan so'nga fursatni ching tutinglar, kelishni unutib qolmanglar. Atrofingizga xulum qo'shnilar, do'st birodar, Allah'ın aka, dada degandek do'stlarimizga ruhtuqallarini yo'llab qo'yinglar. Boshlarning uyidagi yoshda ko'narib qolgan elektrik uskunalar qilib qolsa, bo'lsa, yem almashtirib olsin. Elektrik uskunalar degan bak ko'narib ketgan ishlatsak, to'klanmagan narsa to'kmayjaq ketadi. Ammo aqli iqtidorlik, suhbatlik, texnik yaxshilar chiqibdi. Pulsin nihoyat muvaffaq bo'lsa, bak ko'narib ketgan qilib qolsa, kelib nihoyat azam bada almashtirib olinglar. Yana bir yaxshi vatiras. Qanday yaxshi? Hozir yangi o'yib qolsa to'liqlim birda emasmi? Masalan 5000 ko'y, 8000 ko'y, 12000 ko'y deb. Shu to'liqlimini olgan bo'lsa, nada ishlatish to'xtamayotgan bo'lsa, mash do'kon kelsa, do'kondagi mash bingshang shiji, maton, shkaf, hamma narsa evas bo'ldi shuning ichiga. Endi masalan qanday iltimos qilish to'xtamagan bo'lsa, ya bo'lmasa, nada iltimos qilish to'xtamagan bo'lsa, mash do'kon kelsa, men qilib bersam bo'ldi. Ma ishni men muhmaydi ekan ma'zur qadar yashab. Uy olsaqim to'liqlim bada. Buruj, elektrik uskunalari, mashina, to'liqlim birda. Hozir uy olsam shu to'yini 5000 ko'y, yo'qolsa shu 12000 ko'ydan yuqori yoshda to'liqlim chiqadi hozir. Bor degan gap. Shu to'liqlimin chiqsa, bir şey ishlaydi u. Masalan, bir şey kelsa, shu bingshang shiji do'konda narsani shu xalqanlar shu pul tuguncha evasi bo'ldi. Masalan, mana bir yangilik bor ekan, yangi yo'lamizlar. O'tgan yil boshlab chiqqan siyosatga bu. O'yib qolsang to'liqlim bor ekan. Bu pulni ham nimaga akasanglar ishlaydi ekan. Anan ekan qanday iltimos qilishni bilmagan do'stlarimiz, mush qilishni izlab kelsanglar, iltimos qilish usullari ham iltimos qilib berdi ekan. Uni olib qolsam, mush yaxshi ishdan bir foydalanib qolinglar. Yurak besish qat'iy unutmanglar. Filmning oxirida bir ko'rib bersanglar. Anan ekan nurg'un do'stlarimiz, mash havo issiqsa kompyuterlarning bahsi o'rlabsiz deb o'ylaydi ekan. Lekin ma do'konda havo issiqgan siri kompyuterlarning bahsi azalab turjimanglar. To'liqlimlari qetilib, bahsi shu qishning kundagi bahsidan azan va yozgan bilan kompyuterlar bek azan ekan. Bo'lsa, vaqtingni chiqarib cho'qim kelib, elinglar uy qo'ydigan, do'kon qo'ydigan, o'r kompyuter deymiz, paka kompyuter deymiz, har xil kompyuterlar bor ekan, har xil marketga. Kompyuter ehtiyoj do'stlarimiz kelsanglar, shu davlatdan to'liqlimizlar, noyimizning to'liqlimiz qetilib, xalabaklan bahsi tushibdi. Shu fursatni ching tutib yana adresi qolsa 90 ayimizningki, shu Xo'jazang mang'iga yo'l to'pisiga joylashgan Say pipasini bilasizlar, Yangoq bozorining. Shu Yangoq bozorininki cho'ng darvozasining oldiga kelib, o'ngga buriliblam, bir 20 metr, 10 metrli maqsadni ko'rsizlar. Sol qo'l tarafda. Meja elektrik uskunalarini maqsadish do'koni, mallar bilan ko'rsatgan ukam. To'xtamay kilovatda mushundaq elektrik uskunalari lozim do'stlar. Banjaning biridan boshlab jalliq kelinglar. Sizlarni saqlaymiz. Kelishni unutib qolmanglar. Xayr xo'sh.